421. 8 mol glyukoza to'la va chala parchalash natijasida sitoplazmda hosil bo'lgan issiqlik energiyasi. O'zi 8 mol bo'ladigan bo'lsa, issiqlik energiyasi 120 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 960 bo'ladi. To'la parchalashda hosil bo'lgan ATF energiyasi farqi deydi. To'la parchalashda ATFda 1520 to'planadi, lekin qancha to'laligini bilmaymiz. X bo'ladi. Lekin 960 issiqlik sifati tarqalgan sitoplazmada ayirsak farq 5120 bo'ladi. Bu minus qarama-qarshi tomonga plyus o'tadi. 6080 ni 1520 ga bo'lsa, x teng 4 bo'ladi. 4 mol x bo'lyapti, to'liq ekan. O'zi 8 edi. 4 to'liq bo'lsa, 4 ta chala bo'ladi. Chala parchalanishda 4 mol bo'lsa, 2 ta ADF hosil bo'ladi 8. To'liq parchalanish ham 4 edi, 38 ta ADF sarflangan bo'ladi 112. 152 qo'shsak, 160 ta ADF sarflangan bo'ladi. Bizni dastlab bilmaymiz, dastlab x edi. 160 ta sarflanganda jami 5 marta kamaygan bo'ladi. X edi, x dan 160 darsak 5 marta kamaygan. 5 ni x ga bo'lsak 5x, 5 ni 160 ga bo'lsak 800, bu x tushadi. X qarama-qarshi tomonga minus o'tadi, 4x bo'ladi 800. 8 ni 4 ga bo'lsak 200 dastlab 200 bo'lgan. 160 sarflangan, 40 qolgan bo'ladi. Bizda 475 421 da dastlabki ADFlar soni 200 ta bo'ladi. Javob B variant. 422 da sarflangan ADFlar soni 160 bo'ladi. C variant bo'ladi. 423 da qolgan ADFlar soni 200 dan 160 sarflangan bo'lsa 40 ta qolgan bo'ladi. Javob D variant.